Senga muhtojman 100 qism milliy serial 100. Do'stlar, bugun biz juda ham ta'sirli va hayajonli oilaviy drama haqida gaplashamiz. Ushbu qismda tuyg'ular, tushunmovchiliklar, sevgi va fidoyilik har bir sahnada yaqqol ko'zga tashlanadi. Qism juda ham tarang muhitda boshlanadi. Oila a'zolari bir-birlariga ishonishni xohlashadi, ammo eski tushunmovchiliklar ularning munosabatlarini zaiflashtiradi. Har bir qahramon o'z haqiqatini aytishga harakat qiladi, lekin hech kim bir-birini tinglashga imkon topolmaydi. Boshqa tomondan serialning bosh qahramoni o'z qarorlari tufayli juda og'ir vaziyatlarga duch keladi. U yaqinlari uni tushunishini xohlaydi, ammo har bir yangi voqea unga yanada ko'proq tashvish va muammolar olib keladi. Ushbu qismning eng ta'sirli joyi muhim bir sirning sekin-asta oshkor bo'la boshlashidir. Bu sir nafaqat bir insonning hayotini, balki butun oilaning munosabatlarini o'zgartirib yuborish kuchiga ega. Hamma hayratda qoladi va haqiqiy haqiqat nima ekanligi haqida o'ylashga majbur bo'ladi. Shu bilan birga yana bir qahramon o'z sevgisi va oilasi o'rtasida qolib ketadi. U uchun qaror qabul qilish oson bo'lmaydi. Qalb boshqa narsani aytadi, mas'uliyat esa boshqa narsani talab qiladi. Qismning oxirgi sahnalari juda ham hissiyotlarga boy. Ko'zlarda yosh, dilda dard va yuzlardagi sukunat hamma narsani aytib turibdi. Ba'zi odamlar o'z xatolarini anglab yetishadi, ba'zilar esa hali ham o'z qaysarliklardan voz kechishga tayyor emaslar. Oxirida ijodkorlar shunday jumboq, suspense qoldirishadiki, bu tomoshabinlarning keyingi